Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirova. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining 3-chorakda o'tilganlarni takrorlash mavzusini o'rganamiz. Azizlar, YouTube'da to'liq va batafsil video darslarimni joylab boraman. Agar bu darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Aytgancha, men Instagramda ham faoliyat olib boraman. U yerda o'zimning metodikalarimni ulashaman. Simga diqqat bilan qarang. Bu quymoqlarda turli so'zlar berilgan. Sizning vazifangiz ularni to'g'ri likopchalarga ajratish. Avvalo keling eslab olamiz. Ot bu shaxs va narsaning nomini bildiruvchi so'zlardir. Fe'l esa shaxs va narsaning harakatini bildiruvchi so'zlardir. Ana endi o'yinni boshlasak ham bo'ladi. Quymoqlardagi har bir so'zni diqqat bilan o'qing va to'g'ri likopchaga joylang. 3-chorakda son so'z turkumi haqida chuqur bilimlarga ega bo'lgan edingiz. Ana endi o'rgangan bilimlaringizni yodga oling va bilimingizni mustahkamlang. Buning uchun quyidagi savollarni o'qing va sinfdoshlaringizga, ustozingizga og'zaki ravishda javob bering. Navbatdagi topshirig'imiz ham son so'z turkumi haqida bo'ladi. Testlarni birgalikda yechamiz, to'g'ri javoblarni esa ona tili daftaringizga ko'chirib yozasiz. Demak, boshladik. Birinchi savol. Qaysi javobda tartib son berilgan? A variant. Singlim 2-sinfni tamomlaydi. Ikkinchi. Nechanchi? Demak, 2 so'zi tartib son. A variantni to'g'ri deb qabul qilamiz va qolgan variantlarni ham o'qib chiqamiz. B varianti. Bu o'yinda 8 nafar ishtirokchi qatnashgan. 8. Necha? Demak, bu tartib son emas. Endi D variantini o'rganamiz. 21-asr mo'jizalar asri. Bu yerda 21 Rim raqami bilan berilgan. Uning oldiga esa asr so'zi yozilgan va u 21-asr deb o'qilyapti. Demak, buni ham tartib son deb qabul qilamiz. Xo'p, A va D javoblarini to'g'ri deb qabul qilib turibmiz. Endi E variantini ko'rib chiqamiz. Tovuq 7 xazinaning biri. 7. Necha? Bu sanoq son, tartib son emas. Demak, birinchi savolimizda 2 to'g'ri javob bor ekan. Bular A va D variantida yozilgan gaplardir. Mana shu variantlarni daftaringizga ko'chirib yozing. Ikkinchi savol. Qaysi javobdagi maqolda nuqtalar o'rniga 7 so'zi qo'yiladi? Variantlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. A varianti. Bir yigitga hunar oz. O'ylab ko'ringchi, bu maqolda odatda qaysi son qatnashardi? Albatta, 40 soni qatnashardi. Bir yigitga 40 hunar oz. Demak, bu variant to'g'ri kelmaydi. B varianti. Marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Bu maqolni bilamiz. 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Bu yerga ham 7 soni to'g'ri kelmaydi. Oyning qorong'i bo'lsa, yorug'. Bu maqolda 15 ishlatiladi. Oyning 15i qorong'i bo'lsa, 15i yorug'. Demak, bu variantimiz ham to'g'ri kelmas ekan. E varianti. O'lchab bir kes. Bu maqolni juda ham yaxshi bilasiz. 7 o'lchab bir kes. Demak, aynan shu variantimizda 7 so'zi qo'yiladi. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob E variantida berilgan. Aziz o'quvchilar, maqollarni to'g'ri tushunish va eslab qolish juda ham muhim. Har bir so'z o'z o'rnida ishlatilishi kerak. Uchinchi savol. Qaysi javobda tartib son to'g'ri yozilgan? Ahamiyat bering. Demak, tartib sonning to'g'ri yozilganini qidirishimiz kerak ekan. A varianti. 2024 yil. Bu yerda nima tushib qolgan? Albatta, 2024 sonidan so'ng chiziqcha tushib qolgan. Demak, A varianti xato yozilgan. B varianti. 4-sinf. Bu yerda chiziqcha bor, ammo Rim raqamidan keyin kelyapti. Rim raqamidan keyin esa chiziqcha qo'yilmaydi. Demak, B variantini ham xato deb qabul qilamiz. D varianti. 9-may. Bu yerda tartib son to'ppa to'g'ri yozilgan. E varianti
21-asr. Bu yerda ham Rim raqamidan so'ng chiziqcha yozilgan. Rim raqamidan keyin chiziqcha qo'yilmaydi. Demak, 3-savolga to'g'ri javob D variantida berilgan ekan. 4-savol. Ertaklarda qaysi sonlar ko'p qo'llaniladi? Variantlarni o'qib, birgalikda tahlil qilamiz. Varianti 3, 7, 40. Bu sonlar ertaklarda juda ko'p uchraydi. Hozircha mana shu variantni ushlab turamiz. B varianti 3, 7, 40, 100. 100 ham ba'zan ishlatiladi, lekin eng ko'p ishlatadiganlar qatoriga doim ham kirmaydi. Shu sababli uni qabul qilmay turamiz. D varianti 3, 5, 7, 40. 5 soni ertaklarda kamroq uchraydi. E varianti 3, 7, 49. 9 ham unchalik ko'p ishlatilmaydi. Ertaklarda eng ko'p uchraydigan sonlar bu 3, 7 va 40. Ertaklarda ayrim sonlar ramziy ma'noga ega bo'lib, ayniqsa 3, 7 va 40 sonlari juda ham ko'p qo'llaniladi. Masalan, 3 aka-uka yo'lga chiqibdi, podshohning 3 ta o'g'li bor ekan, yoki 7 boshli ajdar paydo bo'libdi, qahramon 7 kun yo'l yuribdi, yoki 40 soniga misol keltiramiz, 40 kecha-yu 40 kunduz to'y bo'libdi, qahramon 40 yigit bilan safarga chiqibdi kabi jumlalarni uchratamiz. Ushbu sonlar ertaklarda juda ko'p takrorlanadi va ular ertaklarga o'ziga xos sehrli, qiziqarli ruh bag'ishlaydi. Demak, 4-savolga to'g'ri javob A variantida berilgan ekan. 5-savol. Qaysi javobda nuqtalar o'rniga tartib son qo'yiladi? A varianti. Sinfimizning burchagida kitob javoni bor. Bu yerda qanchadir kitob javoni borligi haqida gap ketyapti. Nuqtalar o'rniga sanoq son qo'yishimiz kerak. Masalan, sinfimizning burchagida 2 ta kitob javoni bor. A variantini qabul qilmaymiz. B varianti. Sinfimizda parta, stol va stul bor. Demak, bu variantimizda ham nuqtalar o'rniga parta, stol va stullarning miqdorini bildiruvchi sonlar qo'shishimiz kerak, ya'ni sanoq sonlar. Masalan, sinfimizda 18 ta parta, 2 ta stol va 36 ta stul bor desak bo'ladi. B variantida ham tartib son emas, balki sanoq sonlarni joylashtirishimiz kerak ekan. Biz esa tartib son qidiryapmiz. D varianti. Biz sinfda o'qiymiz. Demak, bu yerda tartib son qo'yiladi. Biz 4-sinfda o'qiymiz. D variantini ushlab turamiz. E varianti. Har bir partada bola o'tiradi. E variantida ham tartib son emas, balki miqdorni bildiruvchi son yozilishi kerak. Masalan, har bir partada 2 nafardan bola o'tiradi desak bo'ladi. Demak, 5-savolga to'g'ri javob D variantida berilgan. 1-mashq. Quyidagi 4 ta topishmoqning javobini toping. Bitta dara, 2 ta tog', ichidagi sari yog'. O'zi bitta, qulog'i 4 ta. 70 otning kuchi bor, oyog'ida tishi bor. Bu topishmog'imizning davomi ham bor. 70 otning kuchi bor, oyog'ida tishi bor, charchash nima bilmaydi, dalada yumushi bor. Keyingi topishmoq 2 yaproq bir tanda, kezar yozda chamanda. Topishmoqlarning javobini toping. Topishmoqlarning javoblarini to'g'ri topganingizni tekshiring. Bitta dara, 2 ta tog', ichidagi sari yog'. Topishmoqning javobi yong'oq. O'zi bitta, qulog'i 4 ta. Topishmoqning javobi qozon. Navbatdagi topishmog'imiz 70 otning kuchi bor, oyog'ida tishi bor. Ushbu topishmog'imizning javobi traktor. 2 yaproq bir tanda, kezar yozda chamanda. Topishmog'imizning javobi kapalak. Siz ham mana shu javoblarni bergan bo'lsangiz, barakalla. Endi sinfingiz jamoasi bilan birgalikda kim topqir o'yinini o'ynang.
Buning uchun guruhlarga bo'linib, son so'z turkumi qatnashgan topishmoqlardan kim ko'p aytish topshiriqni bajaring. Qaysi guruhimiz ko'p son so'z turkumi qatnashgan topishmoqlarni topsa, mana shu guruh g'olib hisoblanadi. Aslida son so'z turkumi qatnashgan topishmoqlar juda ham ko'p. Masalan, 4 oyoqli, qo'li yo'q. Javobi stol. Safda 12 askar, bo'yi basti barobar. Yo'nsang yog'och po'stini, rasmlarga rang berar. Javob rangli qalam. Kattakon bitta non, ichida 10 ta non. Topishmoqning javobi savat. Quyon emas uzun quloq, ot emas 4 ta tuyoq. Javobi eshak. Yashab 77 kun, kiyar 77 ton. Kuzda uzib olinar, ovqatlarga solinar. Javobi karam. 4 yonida 4 ta oy, boshimga berar chiroy. Topishmoqning javobi do'ppi. Aziz bolajonlar, siz ham turfa xil mana shunday topishmoqlar topishingizga ishonaman. Albatta sizning jamoangiz g'olib bo'ladi. Ikkinchi mashqda matn berilgan. Keling, u bilan birgalikda tanishamiz. Uzoq umr ko'rish muhimmi yoki mazmunli yashashmi? Sizningcha, insonning o'rtacha umr ko'rishi qachon yuqori darajada bo'lgan? Tadqiqotlarga qaraganda, qadimgi Yunonistonda odamlarning o'rtacha yoshi 29, Yevropada 16-asrda 21, 17-asrda 26, 18-asrda 34, 20-asr boshida 50, 20-asr o'rtasida 70, 20-asr so'ngida esa 60 yoshni tashkil etgan. Uzoq umr ko'rish yaxshi, ammo mazmunli umr kechirish undan ham yaxshi. Ushbu ma'lumotlar mening birinchi ensiklopediyam kitobidan olingan. Aziz o'quvchilar, sizga savol. Inson mazmunli umr kechirishi uchun qanday fazilatlar va fe'l-atvorga ega bo'lishi lozim? Inson mazmunli umr kechirish uchun avvalo go'zal xulqli, halol va mehnatsevar bo'lishi kerak. U boshqalarga yordam beradigan, mehribon va sabrli inson bo'lsa, uning hayoti mazmunli bo'ladi. Shuningdek, inson ilmga intilishi, doimo o'rganib borishi va o'zi ustida ishlashi muhim. Yaxshi xulq, hurmat, to'g'rilik va mas'uliyat insonni ulug'laydi. Mazmunli umr bu faqat uzoq yashash emas, balki odamlarga foyda keltirib yashashdir. Ushbu matnni ovoz chiqarib o'qing. Matndagi sonlarni harfiy ifodaga aylantirib yozing. Ikkinchi mashqni to'g'ri bajarganligingizni tekshiring. Agar imlo xatolarini qilmasdan husnixat asosida yozgan bo'lsangiz, barakalla. Uchinchi mashqda Ibrohim Donishning Top o'rtoq she'ri berilgan. Ushbu she'rni o'qiymiz. Top o'rtoq, Ibrohim Donish. Kuzda yong'oq pishadi, to'p-to'p etib tushadi. Bo'lishib 3-4 o'rtoq, biz o'ynaymiz juftmi toq. Bir qo'limda 5 yong'oq, bir qo'limda 3 yong'oq. Yana bor cho'ntakda ham, qo'ldagidan bitta kam. Qani, o'ylab top o'rtoq, hammasi qancha yong'oq? Ular juftmi yoki toq? Qani, aziz o'quvchilar, bir o'ylab ko'ringchi, o'zi jami nechta yong'oq? Chiqqan natija juft sonmi yoki toqmi? Ushbu she'rning javobi 15. 15 esa toq son. Agar siz ham 15 deb topgan bo'lsangiz, barakalla. Endi navbatdagi topshiriq. Ushbu she'rni daftaringizga husnixat asosida ko'chirib yozing. Son qatnashgan misralarni aniqlab, ularning tagiga tegishlicha chiziq chizing. Top o'rtoq she'rida 3, 4, 5, 1, 3, bitta kabi so'zlarimiz son so'z turkumiga tegishlidir. Agar siz ham mana shu so'zlarni aniqlagan bo'lsangiz, barakalla. O'ylaymanki, imlo xatolarisiz ham yozgansiz. Bugungi uyga vazifa 4-mashq. Quyidagi berilgan ma'lumotlarga internetdan yoki ensiklopediyadan qo'shimcha tarzda 2 ta ma'lumot topib, husnixat asosida ko'chiring. Yirik yirtqichlar orasida yuragining hajmi eng kichik hayvon
sheardir. Demak, shearga aloqador yana ikkita qo'shimcha ma'lumot topib yozasiz. Bulbullar 2000 xil ohangda sayrar ekan. Qiziqarli ma'lumot. Siz ham bulbul haqida qo'shimcha tarzda ikkita ma'lumot toping. Eng kichkina kuchuk Meksikada yashaydi. Uning bo'yi 15 sm keladi. Ushbu gapga ham qo'shimcha ravishda ikkita ma'lumot topib yozing. Masalan, yirik yirtqichlar orasida yuragining hajmi eng kichik hayvon sherdir. Sherlar hech qachon yolg'iz yashamaydi. Ular oilaviy hayotni ma'qul ko'radi. Bulbullar 2000 xil ohangda sayrar ekan. Bulbullar kechasi ham, kunduzi ham kuylashi mumkin, lekin ularning kuylashi tunda yanada aniq va yoqimli eshitiladi. Bulbullar bir-birining ovozini 2-3 kilometr masofadan ham eshita oladi. Eng kichkina kuchuk Meksikada yashaydi. Uning bo'yi 15 sm keladi. Bunday kuchuklar odatda uyda boqiladi va egasiga juda tez o'rganib qoladi. Aziz o'quvchilar, siz ham kitobdagi matnga qo'shimcha ravishda ma'lumotlar topib yozing. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.